Molla Muhammad Temur Qashqari. Molla Muhammad Temur Qashqari 17-asrning oxirlaridan toki 18-asrning o'rtalarigacha yashagan ataqliq tarjimon va adiblarning biri. U ayni vaqtda Qashqardagi dangliq oliy madrasalarda o'qib, arab, faris tillarini nihoyat yaxshi egallagan tarjima ustozi. Mashhur xattot va o'z davrining tayanch mo'tabar ulamolaridan biri bo'lib tanilgan. Saudiya Arabistonda yashagan Uyg'ur tarixchisi va adib Muhammad Qosim Hojimning Turkiston azimatlarini qisqacha tanishtirish degan arabcha tarixiy tarjimal kitobida Uyg'ur tarixidagi bizga ancha ma'lum bo'lmagan qarang'u davrlardan biri bo'lgan 18-asrda yashagan dangliq adabiy tarjimon va diniy ulamo Molla Muhammad Temur Qashqarining Hijriya 1083-yili Ramzonning 29-kuni, ya'ni 1673-yili 1-oyning 17-kuni Sayshanba Qashqar shahrida tug'ilib, Hijriya 1162-yili Qurbon hayitining 3-kuni Juma, ya'ni 1749-yili 11-oyning 22-kuni vafot bo'lganligi qayd qilingan. Molla Muhammad Temur kichik vaqtida Qashqardagi dangliq diniy madrasalarda ilm tahsil qilib, o'z zamonasining ilmiy xazina tili bo'lgan arab va faris tillarini puxta o'rganib, bu ikki xil tilda yozilgan barliq kitoblarni o'qib tugitib, tarjimonlik, xattotlik va muallimlik qilish orqali Qashqar tavasida Molla Muhammad Temur nomi bilan tanilib ketgan. U yolg'iz tarjimon bo'lib qolmasdan, balki bir talantli shoir va buyuk olim edi. Molla Muhammad Temur o'zi o'qigan chet el kitoblari ichida Kalili va Demina degan kitobga boshqacha oshiq bo'lgan bo'lib, bu kitobni Uyg'ur tiliga tarjima qilish ishtiyoqi uni uzundan beri qiynayotgan edi. 18-asrning boshlaridagi Qashqariya vaziyati nisbatan tinch holatga qadam qo'ygandan keyin Molla Muhammad Temur Hijriya 1131-yili, ya'ni milodiya 1718-yili Kalili va Deminaning faris tilida yozilgan eng mo'tabar nusxasini shu chog'dagi Uyg'ur tiliga tarjima qilishga boshlagan. Kalili va Demina nomli kitobni qadimki Hindi brahmonlarining peshvosi bo'lmish faylasuf Bitbay Hindiston podshohi Dabishlimga atab yozgan edi. Makedoniyalik Iskandar milodidan burunqi 328-yili Turandagi turklardan eg'ir zarba yegandan keyin shimoldagi Turonga yurish qilishdan voz kechib, janubdagi Hindistonga besib kirgan edi. Biroq u oradan uzun o'tmayla tuyuqsiz vafot bo'lganlikdan Hindistondagi g'ol qo'shoni Bobil va Eronga chekingan. Bu fursatni ching tutgan Hindilar Iskandarning Hindistonga tiklab qo'ygan bosh valisini ag'dirib tashlab, o'rniga o'zining burunqi Hindi podshohlarining avlodi bo'lgan Dabishlimni podshoh qilib tiklagan edi. Biroq Dabishlim o'zining saltanatini kuchaytirib olgandan keyin avomga zulm qilib, boy seliqlarni ko'paytgan va xazinaga kirgan kirimlar bilan ayshi ishratlik turmushga berilgan. Buningdan qattiq qayg'urgan Bitbay uningga oshkora nasihat qilganligi uchun u Bitbayni zindonga tashlagan. Uzun o'tmay uning saltanati xonavayron bo'lishga boshlaganda u Bitbayni zindondan chiqarib bosh vazirlikka tayinlagan. Shundala elning ahvoli asta-asta yaxshilangan. Bitbay qadimki Hindistonda tarqalgan barliq maqol tamsillar, cho'chaklar va masallarni to'plab, bu hikmatlarni hayvonotning suhbatiga qo'shib etib, shu orqali odamlarga jahondorchilik yo'lini ko'rsatmoqchi bo'lgan. U to'plagan hikmatlarini har kuni yuqorqi shaklda o'z toliblariga so'zlab bergan. Ikki shogirdi buni ratlab va tuplab chiqqan. Shunga bu kitob
elni idora qilish va yurt so'rashda qaltis unum bergan. Chunki bu bir falsafaviy fikr mulohizalarni aks ettirguchi masal xarakterlik hikoyalarni o'z ichiga olgan adabiy asar bo'lib, avtor buningda turli jonivorlar va hayvonotlarning hayoti, o'zaro munosabati va ziddiyatlarini bayon qilish shakli bilan kishilik jamiyatning ijtimoiy jarayoni, podshohlarning jamiyat bilan bo'lgan munosabati, turli guruh va tabiqalarning o'zaro munosabati va hiylagarlik, aldamchilik usullari ifodalangan asar edi. Tarix milodiya 555-yilga kelganda ko'kturklarning yordamida oq hunlarning hukmronligidan qutulgan Sasanilar shohi Xisro Anushirvan 562-yili Ordu Tevpi Berzuyani puxrachi yasandırıp, oq hunlarning Hindistondagi xazinasidan Kalili va Demina nomli bu kitobning qo'lyozmasini o'g'irlab kelgandan keyin 565-yilgacha bu kitobni Paris tiliga tarjima qildirgan. Oradan yana 190 yil o'tgandan keyin Paris Sasanilarning o'rnini olgan Arab Abbasiylar xalifaligining xalifasi Abu Jayfar Mansur 755-yili Abdullah ibn Muqaffa degan tarjimonga mazkur asarni Parischadan Arabchaga tarjima qilishni topshirgan. Shuningdan buyon mazkur asar Qarxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar va keyingi 9 asrda hukm surgan Türk islom hukmronlarining talabi bo'yicha Parischadan va Arabchadan Turkcha va Uyg'urchaga tarjima qilingan. Ana shu qatorda 1715-yildagi Qashqarning hokim begi İmam Muhammad Begning tavsiyasi bo'yicha irodalik Molla Muhammad Temur Hijriya 1130-yili, ya'ni 1718-yili bu asarni Parischa asli nusxasidan Uyg'urchaga to'limi fasohatlik til bilan adabiy tarjima qilib chiqib, bu kitobga Asari İmamiya deb qo'shimcha mavzu qo'yish orqali yangicha libos kiydirgan. Molla Muhammad Temurning mazkur tarjimasini birli o'qib chiqqan olimlar uning adabiy tarjima va so'zlik ishiltish mahoratiga qoyil bo'lishib, uni beshida ko'tarishgan va nomini yod etib kelgan. Molla Muhammad Temur vafot bo'lib 100 yildan keyin mazkur tarjima qo'lyozma Yarkent shahridagi dangliq Uyg'ur xattot Molla Niyoz Axun tarafidan ko'chirilgan edi. Yana 100 yil o'tib ketgandan keyin xattot Molla Niyoz Axunning bu ko'chirilma nusxasiga asoslanib turib, Nimetullah Abeydullah Efendi Kalila va Deminaning hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nusxasini tayyorlab chiqqan. Uningdan boshqa yuqorqi qo'lyozmaning bir qism dangliq Uyg'ur xattotlarining qo'lida yana boshqa zapas ko'chirilgan nusxalari bor bo'lib, shulardan biri bo'lmish xattot Ahmad Yorikandi 1831-yili, Molla Muhammad Temur Koshig'ari 1718-yili Parischadan Uyg'ur tiliga tarjima qilgan Kalili va Deminani aynan ko'chirib chiqqan bo'lib, 386 betlik bu yegona asar hozirgacha Qashqar viloyatlik madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash idorasida saqlanayotmoqda. Molla Muhammad Temurning tuhfasi bilan saqlanib qolgan bu bebaho asar asli mazmuni bo'yicha Uyg'urlar bilan yuz ko'rishgan. Molla Muhammad Temur Qashqari bu asarni to'limi adabiy va fasohatlik tarjima qilgan bo'lg'ashqa, bu asarning hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nashrimi avomning qizg'in yoqtirishiga erishgan. Molla Muhammad Temur Qashqari o'z qalami bilan yezib chiqqan qo'lyozma tarjima hali ham saqlanayotgan bo'lib, avtorning Uyg'ur tiliga so'zga naqadar boy va qalami kuchli ekanligiga ishorat qilmoqda. U yana Husayn Voiz Koshifi Koshig'ari yozgan Axloqul Muhsinin, yaxshilar axloqi nomli Parischa asarni Uyg'urchaga tarjima qilib chiqqan. Molla Muhammad Temurning qo'lida Parischadan Uyg'urchaga tarjima qilingan umumiy mazmuni jami 40 bobga bo'linib bayon qilingan bu katta ilmiy asarda avtor
axloqning naqadar muhimligi haqida to'xtalib, axloqni odam bilan hayvon o'tirishidagi tub o'lcham deb qaragan va axloqini tuzash haqida shaxslarga nurg'un o'gitlarni bergan. Shundaqla axloqi yimirilgan millatning tezlikda zavol topadiganligini ta'kidlagan. Hozir chet elda saqlanayotgan Kalili va Damina nomli bu tarjima asarining asli ismi yanala Molla Muhammad Temur qo'ygan Asarul İmamiye bo'lib, bu asarning ikki nusxasi ilmi bor. Biri Gollandiya Leydin Universiteti kutubxonasida, yana biri O'zbekiston Fanlar Akademiyasida Abu Rayhon Browni Sharqshunoslik instituti qo'lyozma bo'limida saqlanmoqda.